Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来私はどんな風に映っているのほらほらと手招く未来これからどんなことが起こるの目に見えているものが全てではないから不可宇宙だ That's alright 迷わないで I will not try 自分の気持ちにまっすぐでいたいだけど一つや二つくらい誰にもバレたくない内緒であるものだから胸がちょっと痛my secret demak seni akang bormi? Xo'sh, ha, lekin uylangan va farzandi bor. Shu uchun kamdan kam ko'rishamiz. Xush kelibsiz. Xonam. Chiroyli. Bu tarafga. Ajoyib. Qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Bu tabiiymi? Ana u yerga o'tiring. Bu aniq o'sha. Kechirasiz siz. Mabodo Aoi emasmisiz? Aoi? Nahotki bu o'sha bo'lsa? Ko'p odamlar meni tanishini hattoki o'ylamagandim. Xo'sh, demak, rostdan ham Aoi. Xursandmisiz? Bu yana nima shov-shuv? Satsuki-san. Aoi-chan. Mabuda City Aoi. Bu yerga qachon kelding? U rahbarni jiyanimi? Ha, akasini bolasi ekan. Yoqimtoy. Yo'q va yana yo'q. Nega bunday qilyapsan? Lekin nega? Axir sen endigina 9-sinfdasan-ku. Hali u yosh. Maktabing nima bo'ladi? Men sayr qilishim kerak. Nima? Meni uydan haydab yuborishdi. Ammo bu seni hattoki o'ldirishi mumkin. Xo'jayin. Aoini pushta kundaligi. U juda ham chiroyli. U odamlarni o'ziga tortishi aniq. Demak, u hozircha biz bilan qoladi, shunday emasmi? Akam bilan hali to'liq gaplasha olmadim, boshini yuvayotgan ekan. Mendan ko'zingizni uza olmaysiz. Endi shu yerda ishlay olaman, shunday emasmi? Kiyishni istayman deganing uchun mayli deb berdim, ammo bu yerda ishlamaysan. Axir ko'ryapsiz-ku. Odamlar mendan shunchaki xursand. Nima desangiz ham men bu yerda ancha mashhur mabudaman. Hech qaysi bir yigit menga qarshi tura olmaydi. Xo'sh, bu kiyimdagi fotosuratlarimni blogimga qo'yishim mumkin. Qoidaga ko'ra, bu formada faqat kafe xodimlariga ruxsat berilgan. Hech bo'lmaganda bitta. Agar shunday qilsak, odamlar bu yerni ijara do'koni deb ham o'ylashlari mumkin. Axir ba'zilar shunday xizmatni taqdim etishadi-ku. Uniforma menga hammangizdan ko'ra 100 barobar ko'proq mos keladi. Aoi-chan, nima noto'g'ri gap aytdimmi? Sendan farqli o'laroq men. Juda yoqimlisan, ammo fotosuratlar mumkin emas. Mayli, ishga kirishamiz. Aoi-chan, allaqachon kiyimingni almashtir. Men keldim. Misa-chan. Xush kelibsiz, xo'jayin.
O'ychan xizmatkor kiyimida. Go'zal. O'ychan, nima qilyapsan? Rahmat. Ko'rdingizmi, men juda ham chiroyliman. Yangimi? Rahbarni jiyani ekan. To'g'risi, u kiyimini almashtirish kerak edi. Sotiga xola, u kim bo'ldi? Chiroyli kiyinib olgan odam kim bo'ldi o'zi? U juda ham shahvoniy ko'rinyapti. Umi. Bunday kelishgan odamni o'zimga oshiq qilishim ancha yoqimliroq bo'ladi. Oy, Osoyida Misa-chan bor. Ular uchrashadimi? Unga unchalik o'xshamaydi, lekin baribir. Xo'jayin! Kechkisi menadiga oshpazlar bugun kelmas ekan. O'ychanga qarashga ham endi vaqt bo'lmaydi. Meni qo'rqitdingiz, xola. U hech qachon oddiy qiz bilan uchrashmagan bo'lardi. Buni o'rniga kimnidir topishimiz kerak, ammo hozircha topolganimiz yo'q. Xo'jayin, nimadir bo'ldimi? Hozir bizda oshpaz yo'q. Endi nima qilishni ham bilmayman. Misa-chan, ovqat pishira olasanmi? Yordam ber. Men qila olaman. Nima? O'saykunmi? To'g'risini aytsam, ajoyib oshpazman. Unga shunchaki ishonib bo'lmaydi. O'soy, tezroq bo'l. Xo'jayin, sen shunchaki testdan o'tishing kerak. Yaxshi. Shunday qilib, bizga omlet tayyorla. Retseptlarni ham o'zing topib ko'r. Xo'jayin, bunga ishonchingiz komilmi? Bizda ortiqcha vaqt yo'q. Shoshilish kerak. Xo'sh, unda boshlaymiz. Omlet og'zimda erib ketdi. Mazali. Qabul qilindi. Rahmat. Xo'sh, buni qanday qilding? Men ham oshpaz bo'lib ishlamoqchiman. Menga farqi yo'q, istaganingni qil. O'ychan, sen uni odam deb o'ylama. U yirtqich hayvon, ehtiyot bo'l. Shafqatsizsan, Misa. Lekin seni kinoyalaring menga yoqadi. Menga tegma. Yaxshi, yaxshi. Ertasi kuni. Misani ko'rmayapman. Balki ketishimiz kerakdir. O'ychan keldi. Axir bu kim? Axir bu Idol City Aoi. Uni taniysanmi? Demak, yashirin Ataku deb sen aytishar-kanda, a? U idol bo'lgani uchun fotosuratlarni doim Twitterda joylashtiradi. Uni erotik rasmlarini ko'rishni istardim. O'ychan ayobsizlik timsoli. Garchi bir nechta erotik fotosuratlari ham bor. Yuragim. Ular bir qarashda meni sevib qolishdi. Lekin nega u? Xush kelibsiz, xo'jayin. Bugun yana shu yerda ishlaysizmi? Bugun mijozman. Unda keling, ikkimiz birga o'tiramiz. Yo'q, rahmat. Dahshatli rad etish. Misa-chan qayerda ekan, a? U yaramas ahmoq. Qanday qilib meni rad etdi? Uni o'ylagani faqatgina o'sha fohisha Misa. Oy. Misa-chan, qutilarni o'sha yerda qoldir. Yaxshi. Hozirgina boshliq ketganda. Buni menga umuman qizig'i yo'q. Agar kutsang tez orada kelishim mumkin. O'zim ham bilaman. Meni yomon ko'rasanmi? Nihoyat tushunib yetdingizmi? Mayli, seni bezovta qilmaganim ma'qul. O'zing istagan narsani qil. To'xta, menda savol bor. Qanday? Kiyim almashtiryapsanmi? Ha, meni ish vaqtim tugadi.
men shunday kiyinasammi? Ha? Umuman qiz bolaga o'xshamaysan. Sen qiz bolasan va nega ayollik kiyimlarni kiymayapsan, ha? Erkaklarga bu yoqadimi? Xo'sh, men pulim yetgan narsani tanladim. Bu dahshatli tush. Jozibador bo'lish istagi umuman yo'qmi? Hech qachon bu haqida o'ylamaganman. Osoy Takumini qanday maftun eta olding? Buni qandaydir siri bormi, ha? Negadir u mendek maftunkor qizga e'tibor bermayapti. Boshqa yigitlar meni ko'rsa hushidan ketib qoladi, lekin u buni unutolmayapman. Hoziroq ayt, unga nima qilgansan? Unga hech narsa qilganim yo'q. Rostini aytsen-chi. Hoy, biroz tinchlan. Qani, uchamiz. Ahmoq kampir. Bir kundan keyin. Bugun men omlet bilan davolay olasammi, a? Yo'ldan qoch. Men tushlikka ketdim. Yaxshi bor. Mendan nimani istaysan? Sendan meniki bo'lishingni istayman. Xo'sh. Bu gaplardan keyin nima bo'lishini tushunyapsanmi? To'xta. Nima? Nima? Sen yaramas nima qilyapsan? Aoichan. Allaqachon tinchlan. Bu nima qilganing? Nima uchun? Boshqalardan yaxshiroq bo'lishga doim intilyapsan. Hamma seni shundoq ham maftunkor deb o'ylaydi. Senga yana nima yetishmayapti? Ammo ular kulishdi. Menga turli xil bezaklar juda yoqadi. Qancha odamlar meni ko'proq go'zal deb tan olsalar, ustimdan kulishlari ancha kam bo'ladi. Sen jiddiy gapiryapsanmi? Agar ularni hayratda qoldirmoqchi bo'lsang, bor-da buni qil. Boshqalarni sudrab olishdan muammo yo'q. Sen yolg'iz kurashishing mumkin. Nimalarni boshdan kechirganingni bilmayman. Ammo masxarachilar bir kun seni tan olishlariga aminman. Sen juda ham yoqimtoysan. Ammo baribir sen o'g'il bo'lasan. Kechirasiz, buni darhol aytmadim. Agar buni aytsam jinni bo'lib qolardingiz. Buni darhol tushungansan, shunday emasmi? Rostdan tushunganmiding? Uni menga e'tibor bermagani ajablanarli emas. Unda nega hujum qilding? Men shunchaki birozgina yaqinlashdim xolos. Ovozingni o'chir, buzuq. Ular rostdan ham g'alati. Ular bundan-da ko'proq hayratga tushishlari kerak edi. O'g'il bola bo'lsam ham menga chiroyli ko'ylaklar yoqadi. Boshqalar esa shuni deb doim ustimdan kulishardi. Nima? Buni nimasi kulguli? To'g'risi, hammasini tushunganimda hayron bo'ldim. Lekin bu senga mos keladi. Aoichan, endi baxtlimisan? Balki endi uyga qaytarsan. Men ketdim. Tez orada
Men qaytaman va barchangizni go'zalligim bilan zabt etaman. O'ychan, unga gap ta'sir qilmas ekan. Meni so'zlarimni hech qachon unutmang, yaramaslar. U juda ham tez chiqib ketdi. Undan biron narsa so'radingmi? Hech narsa. Shu kuni Qiziq, Aoy kelarmikin a? Kutaverib bo'ldim. buyurtmangiz keldi, xo'jayin. Misachan u Aoychanga oshiq bo'lib qoldi. Nima? Men emas, bu sen. Men uchun Misachan yagona. Xo'jayinlar, ketish vaqti bo'lmadimikan? Lekin biz endigina keldik. Yaxshi boring, xo'jayinlar. Va nihoyat o'g'il bolaga o'xshab keldi. Maktab formasi senga juda ham yarashgan. Super, super, super. Qanday jozibali maktab o'quvchisi, shunday emasmi? Iltimos, doim shunday yur. Menda shunchaki kiyish uchun hech narsa yo'q edi, shuning uchun. Kiyadigan narsa yo'q. Nega? Satsuki xola, meni eski kiyimlarimni bera olasizmi? Akam kiyimlaringni tashlab yubordimi? Aoychani kiyimlari senikida ham turadimi, a? Shunaqaroq. Agar kerak bo'lsa, hamma narsani o'zim tikaman. O, ajoyib. Sen tikishni bilasanmi, Aoychan? Bu tejash bo'lardi. Ajoyib. O, Misachan, juda ham yaxshi ishlading. Endi ketyapman. Yana shunday kiyinib olganmisan? Rostdan ham hech qanday qiz bolacha kiyiming yo'qmi? Bo'ldi, boshqa chidolmayman, qani orqamdan yur. Yaxshi boringlar. Misachan, omad. Pushti ko'ylak, ko'krak ostida esa lentasi bor. Materiali shifon, yubqalari esa kaltaroq. Buni kim ham go'zal deb aytmagan bo'lardi. Hey, sen bularga qiziqmaysanmi, ha? Kechirasan. Sen ayol bo'lib tug'ilgansan, lekin erkakcha kiyinasan. Qanaqasiga? O'zingni dahshatli diding bilan odamlarni o'ldirayotganingni sezmayapsanmi? U juda ham qattiq ma'ruza o'qirkan. O'zim senga mos kiyimni tanlab beraman. Sen shunchaki vaqtingni behudaga sarflayapsan. Bu uchun axir pul kerak-ku. Bu arzon ekan. Xudoga shukr, daftarim tugab qolgandi. Assalomu alaykum. Iltimos, menga bering. Kechirasan, qayoqqa boramiz? Buni unut. Sen bilan hamma narsa aniq. Bizda faqat sotuv bor. Sen uchun super chegirmamiz bor. Suzuna, kraketlarni juda ham yaxshi ko'radi. Bo'ldi, taslim bo'ldim, seni o'zgartirmayman. Bugun maktabga borganingni ko'rdim. Uyda shunchaki bo'g'ilib ketaman. Ammo maktabda ham shunaqaroq. Nima uchun? Hamma meni sevimli mashg'ulotim ustidan kuladi. Hammasi go'zal narsalarni yoqtirganim uchun, o'g'il bola bo'lganim uchun. Bunday narsalarga qaramasligim kerakmish. Ularni hammasini yomon ko'raman. Yo'q, nafratlanaman. Lekin bilasanmi, men seni yaxshi ko'raman. Senga qarash qandaydir yoqimli. Men esa senga chiday olmayman. Buni bilaman. Nima masoxistmisan? Yolg'izlikdan mamnun bo'lasan. Ogohlantirishim kerakki, meni bunday narsalar qiziqtirmaydi. Aoychan, jim bo'l. Jonursin, ob-havo tez o'zgarib ketdi. Aoychan, artinadigan narsang yo'qmi? Uni ishlata olmayman. Bu meni sevimli sharfim. Unda o'zimnikida artib qo'yaman. Iltimos, kimdir yordam bersin. To'xtating. Shu yerda to'xta, yaramas o'g'ri. U nima qilyapti o'zi? Agar to'xtamasang, men kuch ishlataman.
Sen o'zi sog' odammisan, o'g'rining yo'lini to'sding. Sen aniq aqldan ozgansan. Ehtiyotsiz va beparvo qiz. Shunday emasmi? Kechirasan, lekin men shunaqaman. Noqulaylik uchun uzr so'rayman. Ko'pchilik menga doim o'zingni qiz kabi tut deb aytadi. Ammo men hozir qanday bo'lsam, shundayman. Va hech qachon o'zgarishni istamayman. Menimcha ayol bo'lishga intilgan qizda hech qanday to'siqlar va bahona bo'lmaydi. Baribir birozgina qiz bolacha bo'lishing kerak. Aks holda senga hech kim uylanmaydi. Nima demoqchisan? U Soitakumi. U bilan hech qanday munosabatda emasmiz. Ammo u boshqacha fikrda. Adashyapsan. U shunchaki meni masxara qilishni yaxshi ko'radigan ahmoq. U men uchun hech kim emas. Hattoki hozir unga biroz achinib ketaman. Hech narsa unut. Nima? Yenging yirtilibdi. Ammo kiyiming arzon-a? Menga o'lchamingni ayt. Nimadir tikib beraman. Tikasanmi? Men uchun kiyimmi? Albatta. Ey, menga ishonishing mumkin. Men juda ham yaxshi stilistman. kerak emas. Bu kerak. Yo'q dedim-ku. Bir necha kundan keyin. Negadir bu menga mos kelmayapti. Men talagan kiyimdan shikoyating bormi? Juda ham yoqimlisan. Lolikuni qilishimiz kerak. Ajablanarlisi bunga mos keladi, ajoyib. Yana nima? Ustimdan kulmasangizchi. Men kulguliman, shunday emasmi? Uyatchang bo'lganingda juda ham yoqimtoy va issiq bo'lib ketasan. Sen nima uyatsiz manyak? Anisiti kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Maximus.着慣れない服を着ると疲れるな。っていうか、なんかみんなで写真撮ってませんでした？もちろん、パシャパシャと保存先がいっぱいになるほど撮ったわよ。僕が見立てたからね。すごく似合ってたでしょ。ああ、興奮したね。黙れバカうつい。あ、忘れてた。商店街の会合がてんこ盛りだわ。お先に失礼します。ほのかさん、お疲れ様です。私次のバイトがあるので。ああ、いいですよ、スバルさん。私が残りますから。ちょっと心配。ミサちゃん、ごめんね。